ko'pchilik akalarimiz so'ragan mini zatkamizni bog'imiz ichiga olib keldik. E'tibor berishlaringiz mumkin. O'tlarni bo'yi meni baravarim. Meni bo'yim o'zi 1.60, 1.70 chiqadi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shunday o'tlarni ham bog'larning orasida 1.20 lik zatkamiz bilan bemalol o'rishlaringiz mumkin. Hozir buni bitta ishlar jarayonlarini qo'yib ko'rsatib beramiz sizlarga. E'tibor berib kuzatib turasizlar. Video yoqsa bitta like bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Bo'lmasa boshladik. O'tlarni bo'yini qo'llagan razmeringizni o'zingiz moslab ketishingiz mumkin, ko'tarib, pasaytirib. Mana shu joylarda o'tlarni o'zimiz o'rib kelyapmiz. Siz ham bog'ingiz ichida mana shu torroq joylarda, daraxtlarning orasida ham o'rish kerak bo'lsa, mana shu jatkadan xarid qilib olishlaringizni tavsiya beramiz akalar. Hozirgi kunda biz bedalarni o'rishni ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir video davomida bedani o'rishini ham ko'rsatib beramiz akalar. O'zi bu jatka haqida batafsilroq ma'lumot beradigan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Ko'pchilik akalarimiz so'ragan 1.20 lik jatkamiz bo'ladi. Mini space jatkamiz hisoblanadi akalar. Bu jatkamizni e'tibor beringlar. Bemalol 1.20 sm bo'lgan joylaringizni mana shu segmentlar orqali o'rib ketadi va joyiga tashlab ketadi akalar. Xo'p, undan tashqari motorlari 170-76 kuchli motorlardan qo'yib ishlangan, yoqilib turib benzin. Xohlaganlarga salarish nimalarni ham qilib berish imkoniyati bor akalar. Xo'p, undan tashqari agarda bog'ingiz ichidagi ariqlar katta bo'ladigan bo'lsa, buni qo'sh balon qilib olsangiz ham bo'ladi va balonlarda katta balonlardan qo'yib ishlatishlaringiz ham mumkin. Hozirda ko'rib guvohi bo'lganingizda bemalol mana shu bo'yin baravari bo'lgan o'tlarni ham bemalol o'rib keta olyapti akalar, e'tibor berishlaringiz mumkin. Agarda sizni bog'ingizdagi beda, meda shunga o'xshagan mana shunday tog' o'tlari deysizmi, har xil turdagi o'tlarni mana shu mini space zatkamiz yordamida bemalol o'rib ishlatishlaringiz mumkin. Videolarda kuzatib turamiz. Beda o'rishlarini ham bitta qo'yib ko'rsatib beramiz sizlar bilan. Videomizni boshladik bo'lmasam akalar.